Assalomu alaykum. Mana biz hozir buni kim yotganini bildik, bu yerda surishtirib tagiga yetdik. Bu inson o'sha Qo'qon xonlik davrida kelgan Said Eshon Nuriy. Said Eshon Nuriy dadamizning qabrlari ekan bu, bobomizni. Said Eshon Nuriyning qabrlari shu yerda bo'lar ekan. O'sha 1200-yillarda olib kelyapti. 1200-yillarda tug'ilgan Said Nuriy Eshon dadani. Shu xo'jalarda, endi shu eshonlar o'sha xo'jalarga kelib chiqadi. Xo'jalarning, oqsuyaklarning qabri shu yerga joylashgan. Mana hozir sizlarga shuni ko'rsatib o'tyapman. O'sha meni ko'rib turgan ijtimoiy tarmoqdagilar shu odamni ziyoratiga kelinglar, mana ziyoratga kelib ziyoratni bilinglar. Shu inson shu yerda ekan, mana Qo'qon ahli butun o'sha bularning akalarining qabrlari o'sha Afg'onistonda mozori sharifga joylashgan. Biz guvohi bo'ldik buni. Shunaqa gap so'zlar kelyapti bizga. 1200-yilda tavallud topgan inson Said Nuriy Eshonlar ekan. Shu odamni qabrlari shu yerda joylashgan. Rasmiy zamonda Said deb amr deb aytsa, olib qamagan odamlarni Rus zamoni, o'sha topillar zamoni bo'lganda ko'pchilik. Shundan keyin o'tganlar ularning dadalarining qabrlari o'sha Afg'onistonda mozori sharifda deyiladi. İnşallah subhanallah la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Babamızın qabriga kelyapmiz. Mana hozir babamızın qabrini sizlarga ko'rsatamiz. Hurmatli insonlar, Farg'ona tumanidagi Langar mahalla fuqaro yig'iniga qarashli Langar Suhmozor degan qabristonda turibmiz. Langar Suhmozor o'sha 1895-yilda Turkistondan shu Xorazm Xiva xonligidan shu xo'jalarni olib shu yerga qo'yilgan ekan. Biz xo'jalar qabristonida turibmiz. Xo'ja qabristoni shunga moslashgan, joylashgan. Sizlarga shuni ko'rsatamiz. Kimlar yotibdi bu yerda? Kimlar turibdi? Qabristonda qabrga ketyapmiz. Rustamxon deb aytib, Said Amir Husaynxon mening bobom bo'ladilar. Shularning o'g'illari Abdulazizxon Said Amir deb qo'yilmagan. Rossiya zamonida o'sha Abdulazizxon qizlari mana hammasi mana shu xo'jalarning qabri bo'larmishlar. Haqiqiy o'sha Qo'qon xonligidan kelgan xo'jalarning qabrlari shu yerda bo'ladi. Shuning xo'jalar qabristondagilari bo'lgan.
Mana ko'pini tekkizam bo'lib ketganlar, chiqmaganlar. Joylar. Mana qabrlarimizda tekis turibdi. Shu yerdan necha million odam o'tib ketdi shu qabristonga. Albatta obodonlashtirish ketyapti ekan. Qo'shish, olish degan narsalar bo'lyapti. Lekin bularni buzish nihoyatda qiyin masalada. Alloh bularni qo'llab-quvvatlab turibdi shu yerda. Mozor qabristonida deb shuni aytadi. Mozor shu Mozori Sharif Afg'onistonda aytishadi. Qadimda shuna deb aytilgan. Shu qo'llab turadi bularni. Quvvatlab turadi deb aytishadi. Bularga o'sha qasirlarda bo'lgan ki tosh otib qo'ygan bir-biriga. Tosh otib qabristonlar bir-biriga himoya qilganlar ekan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Asarlarda ko'rsatilgan. Qatdan qarga ko'rsatilgan mana. Qabriston tuzilibmiz. Nasha qabriston. Xo'jalar aytilgan shu xo'jalarni qabrlari shu yerlarda. Haqiqiy xo'jalar shu yerlarda. Endi bu tomonini mana bu tomonni ham ko'rsatib o'taman. Shu olachi bor deymiz, nima qorachalar, mazendalar shu yerda. Mazenda millatlar bor kirib qo'ygan. Tojik millatiga mana shu lekin bu tomonlarga ko'chalar qo'yilgan. Qabristonda ichiga bo'lingan qabriston deb aytiladi bularni. Albatta yo'lga qo'shish bo'lyapti. Ko'p odamlar qo'ymagan uchun shunaqa bo'lyapti. Shu xo'jalar o'tadi shu yerda. Shu yerda xo'jalar qabristoni deb aytiladi. Shu Qo'qonxonlikda, Xiva xonligida, shu Ahmad Yasavidan kelganda shu yerda o'sha qabristonimizda mana shu qabristonimiz.
yo'llarga qo'shib odamlar bunaqa chiqib olganda yo'li bo'yiga. O'shaning uchun ko'p narsalar shunaqa bo'lyapti.